Ko'p yashang. O'yda o'tiring. Bolam ketdimi? Asilbek bolam ishga? Endi o'tiring, men sizga gapim bor. Endi bugundan boshlab bu uy sizning uyingiz hisoblanadi. Meni aytganim yetgan bo'ladi, tushundingizmi? Ertalabdan voqli to'rdan turasiz. Hamma yoni chinni chiroq qilasiz. Tushundingizmi? Choylarni tayyorlaysiz, kashalarni pishirasiz. Keyin obedgacha ovqat qilsangiz go'sht kamroq soling. Tushundingizmi? Muzday ichmang, kasal bo'lib qolgan dori-darmon tashib yurmang. Bizani rasxodga qo'ymang. Telefon ishlatmaysiz. Tushundingizmi? Telefoningizni qo'yib qo'ying, ishlatmaysiz telefon. Onangizdan keyin 1-2 oyda bir marta borasiz. Hadi boravermaysiz, ruxsat bermayman. Keyin o'g'lim bilan o'zingizcha bir ishlar qilib, mendan beruxsat ketmang tag'in. Tushundingizmi? Mendan beruxsat ish qiling. Kechqurun kech yotasiz juda ham. Ertalab voqli turasiz hammadan oldin. Keyin har kunicha meni massaj qilib qo'ying. Tushundingizmi? O'rtacha erkalanib ketmang. Tushundingizmi? Kechqurun har kuni massaj qilib, kechroq 12, 1, 2 da uxlasangiz ham bo'ladi. Siz voqli turing. Voqli turib qatlama qiling, kasha pishiring. Tushundingizmi? Xullas siz bir quldek misoli gapsiz. Tushundingizmi?